Yengilroq puli desa 3 kilovattligi bor, 2 millionga chiqadi unisi. 2 millionga chiqadi. Shu ham chiqarsa bo'ladi, lekin unisi motor kichkina motor qo'yiladi, oddiy kichikroq pichoq qo'yiladi, u faqat quruq o'tga yoki faqat donga bo'ladi. Ha, iltimos laykni bosib, do'stlar ulashib qo'ying. Qani ketdik unaqada shunchachalik xalqimizga yaxshi drabilkalarni, ishonarli sinaqtalarni taklif qilayotgan bo'lmasa, xudo solib qo'li dard ko'rmasin. Iloyim klientlari bundan ham ko'payib ketsin. Albatta Elyoruzdan oldim desangiz, yaxshigina bonus qilib, yaxshigina skidka qilib beradi. Joninglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan har doimgidek Elyoruz. Assalomu alaykum, chorvador akalar, ukalar, do'stlar. Sizlarga bugun xudo xolasa arzonidan arzon joyini topib kelganman. Meni kanalimda birinchi bor chiqyapti. Oldin ham chiqarishgan, men o'zim birinchi chiqarishim. Shuning uchun Elyor aka, siz obunachilar uchun yaxshigina bonus qilib, yaxshigina skidka qilib beraman. Keyin dastavkasi vodiy bo'ylab mutlaqo bekarga. Ko'p joylarga borganimizda dastavkasini kelishilgan holatda deyapsiz. Endi esa vodiyga bekarga vohalarga 1 so'm 2 so'm qo'shilib qoladi. Shunda ham vodiyda yashayapman deb paras qilaveradi vohali akalar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube ishqibozlari. Sizlar bilan ekran orqali diydorlashib ko'rishib turganimdan g'oyat xursandmiz. Biz bugun Farg'ona viloyati Yazyovon tumani Xonobod mahallasiga Javohir akami xonadoniga desak ham bo'laveradi, sexiga desak ham bo'laveradi, yetib kelganmiz. Bu dargohdan hech kim norizo bo'lib ketmaydi, chunki musofirda akalar juda ham ko'pchilik, kennoyimlar o'zi xuddi shunaqa paylardi, prislardi, o'zlari to'g'risini aytsam bolta bo'lsa bolta, tapor deysizlarmi, tapor bo'lsa taporda maydalashib yuradi. Endi unga hojat yo'q. Kennoyimlar bug'doyda tegirmonga ayol kishi bo'lib olib borib yurmaydi. Sizlar videoni o'tkazib bermasdan oxirigacha ko'rsanglar, maza qilasizlar, qo'li dard ko'rmasin. Otasiga, onasiga rahmat deb pasa. Sizlarni kutilmagan holatda qani ketdik. Assalomu alaykum. Javohir aka, yaxshimisiz? Sizimisiz? Assalomu alaykum. Elyor aka obunachilar, xudo xohlasa, sog'liq ko'rsalaring, sog'liq narxlarni arzon sifatli qilib, xalqqa chiqarib beramiz, yengil qilib. Xudo xohlasa mana bu yerda hammasi bor. Videoni o'tkazib bermaysizlar. Sizlar mana shu laykni bittadan bosib qo'ysanglar, ko'pchilikka tarqaydi. Layk bosish pulli emas. Videomiz ko'pchilikka yetib boradi. Javohir aka, meni kanalimda birinchi chiqarishingiz. Endi o'zingiz aytdingiz, birinchi chiqarishingiz uchun endi yaxshigina sizni kanalingizdagi obunachilarga bonus qilib, yaxshigina skidka qilib beraman dedingiz. Dastavkasini bepul qilib beramiz. Ana bo'lmasa vodiyga. Aka 2 million 600 700 ming so'm topilayotgan drabilkalarni motori fizikadagi eng baquvvat 6,5 kilovat yozilgan bo'ladi. Biz shuni 4 kilovatga deb beramiz. To'liq quvvat 4 kilovat 3,5 bo'ladi. 2 million 300 ming so'mdan vodiy bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Ana bo'lmasa vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Endi vohalargachi? Voha bo'ylab ham aka 2 million 500 ming so'mdan xonadonigacha yetkazib beramiz. Ana bo'lmasa. Ishlatib berishadi. Oldindan to'lov bo'lmaydi. Olib borib ishlatib bergandan keyin to'lov qilishadi. Ana bo'lmasa. Shu olib boradigan dastavchi akalar o'zlari joyini ko'rsatsa, shuni suqishib, ko'rsatib ishlab, qanaqa qilishdan keyin pulni sanashib beradi. Qo'yamoyasini tayyorlab qo'ysa, ishlab ko'rsatib beradi. O'zingiz bizga ko'rsatib berasiz, jonli bu yerda nechta nimasi bo'ladi? Hammasini o'zingiz Javohir aka tushuntirib, masalan, ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Drabilkalarimiz xudo xolasa 2 xil pichoqda chiqyapti hozir. O'sha xonadon boqi, nimagasi shu 2 xil pichoqda qo'yyapmiz. Mana u mahalliylik so'raganlarga moni beryapmiz. Bizni mahalliy 9 kilogacha bo'ladi. Zavodskoy mahalliy. Xo'p, bundan og'irini ham qo'yishyapti. 12 kilo, 13 kilo, 14 kilogacha qo'yishyapti. Biz uni tavsiya qilmaymiz. Sababi biz motorga o'zimiz sohamiz shu motor atmutgachiligimiz uchun. O'zingiz sohangiz atmutga. Og'ir pichoq ham qo'yib, amperni o'lchab ko'rdik, u motorcha qizitib qo'yar ekan. Hali o'qigan emas, boshini o'tkazgan tabib degandek, o'zi boshidan o'tkazgani uchun yaxshi maslahatlarni beryapti. Sohamiz shu motor sohaligi uchun buni yuragi motorda. To'ppa-to'g'ri akajon. Shu 9 kilogacha qo'yamiz. Pastroq deganlarga alyumin motor. Ham effekti bir xil. Mana bu ham yengil pichoq 4 kilo, 5 kilo bo'ladi. Buni ham tavsiya qilamiz. Ichiga so'raydi ham. Ichiga chanchishi pay chiqarmaydi. Bular qo'yani tashaganda yonga chachib beradi. Sayni olib cho'ylari bo'ladi. Urib maydalab beradi. Buni Javohir aka nechta pichog'i? Bunda nechta? Bunda nechta? Ikkovida ham 20 talik. 20 talik. Malatga o'ylik, 10 ta malatga, 10 ta segment pichoq 20 talik deydi. 20 talik, Xonadon bor, universal eng yaxshi variant shu. Ortig'ini aytsa endi 3 faza bo'lib ketadi, 380.
unga ham tayinlab beraveramiz. Tayinlab beraverasiz. Zakasiga qarab qilinaveradi. Bundan yangiroq puli desa 3 kilovattligi bor, 2 millionga chiqadi. 2 millionga chiqadi. Shu ham chiqarsa bo'ladi, lekin unisi motor kichkina motor qo'yiladi, oddiy kichikroq pichoq qo'yiladi, u faqat quruq o'tga yoki faqat donga bo'ladi. Ha, demak ho'l o'tni chiqara olmaydingiz, to'g'rimi? Bittadan olsa o'sha xonadon bor, ho'l o'tmi, quruq o'tmi hammasini chiqaraveradi. Makka, sotalikka ham yo'lda chiqaradi. Ashi ho'l o't tanlamaydiganimiz qancha chiqadi aka? Tanlamaydiganimiz 220 ga ham baquvvati, xonadon bor, eng yaxshi varianti 2 million 300 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beradi. Kelishilgan holatda ham emas. Dastavkasi o'zidan ham emas. Eng qizig'i Johir akam o'zidan bo'ladi, to'g'rimi? Vohaga ham xudo xolasa 200 ming so'm qo'shib qo'yadi, 2 million 500 ming so'mga. Vohaga kirib boradi. Uygacha kirib boradi. Mashalloh. Ko'rsatib berishadi. Ana bo'lmasa. Buni necha xil setkasi bo'ladi? O'zimizdan chiqarayotganimizda ko'rsatamiz. 4 xil setkasi bo'ladi. Bitta drabilkaga 4 xil setka qo'shib beriladi, to'g'rimi? Setkasi bilan boradi. Bu kepay holati. Kepay holatiga bug'doyni qilib beradi. Bu yorma. Yorma holatda chiqarib beradi. Bunisi qo'yboq qilib chiqarib beradi. Mayin qilib somonni qo'yboq qilib beradi, mushukni ham chiqarmaydi-da. Rasxod bu. Qo'yan chiqarishsa bo'ladi, keyin somonni molboq qilib chiqarib beradi. O'zi Johir aka, men setkasini ham qo'ymasdan o'zim uyimda chiqaraman-da. Shunda ham mayda qilishaveradi. O'zi qo'ya moyalarni setkasi qo'ymasa ham o'zi oborotning tezligini hisobiga maydalab oladi. Maydalab beradi. Biz o'zimiz mashaqdan ko'rsatib beraveramiz, akajon. Xudo xolasa hammasini ishlatib. Bitta qulayligi. Balon qo'yganmiz, bemalol. Mana bitta qo'lingizda aka. Mana ayol kishi, erkak kishi tanlamaydi, qiylanmaydi. Sababi nimaga? Endi kimdir hovli tarafida deymiz, огородini boshida bo'lsa, kendamlar o'zi bitta qo'lda yetalab, qayerga udobniy bo'lsa, masalan hozir kuz paytida, yoz paytida paylar o'riladi, to'zib yotadi uylar. Shuning uchun bitta yama ko'laysizda, yama ko'lab shuni qo'yib olsangiz, shundan chiqarib silyoz qilib bosib qo'yasiz. Keyin mana bunaqa payda ko'p mushuk chiqib, ko'p rasxod bo'lib ketadi. Keyinchalik silyoz xonadonga kamdan kirolmaydi. 10 so'tlik, 20 so'tlik qo'yasi bo'lsa, o'zi bahorda kuzgarnida o'zi silyoz qilib chiqarib olaveradi. Meni mahallamda Johir aka mana shunaqani biri olgan ekan. Kuniga 150 mingdan arendaga chiqar ekan. 150 mingdan chiqarsa qarang. 10 kun chiqarib bo'lsa 1,5 million puli naqdda. 1,5 mayli. Sezonda 1 oy ishlab bersa ham aka, mana sizga bekarga qolib ketadi. To'si bu non yemaydi, to'g'ri suv ichmaydi, endi to'kingiz ketadi. Lekin sizni qaritadi-da. Har bitta xonadonda bo'lish kerak narsa bo'lib qoldi-da. To'ppa-to'g'ri. Hozir buni drabilkani YouTube'da chiqayotganini ko'rsangiz, aqlingiz olmaydi, lekin shunga yarasha talab ham bo'lyapti-da. Albatta. Kerak bo'lsa yurmay qolyapmiz. Yaxshi narsalar talab ko'p. Hamma chiqaryapti. Kerak. Mana. Setkalar yana bitta qulaylik, yondan kelib chiqadi. Yondan kiraman. Bitta qo'l bilan. Ayollar ham ishlatadi. Bemalol mana almashtiraverasiz-da. Ko'ring. Ochadigan yo'q, mana qaraysiz beringlar. Bu bosadigan rajim ham vaqti kelib ochilaverganda ketib qoladi. Yaga o'ltam o'ladi. To'g'ri. Buni boshdan yuklayman deganda yechiladi. O'zi shunda qilsa shunda ham ketadi. Ketaveradi. O'shaning uchun yechiladi. Bo'lmasam undan ag'i hech qanaqa svet o'chimda yetib qolganda, ichida narsa qolib ketib, qanaqa tozalayman desa, tetkasini olib turib bitta yuzgisi o'zi tozalab oladi. Aka buni avtomati ham bor, hamma yo'llarni o'zi tushuntirib ketsangiz, Johir aka. Avtomati, voltmetri, keyin mana bu yerda nimasi bo'ladi? Nima? Motorda relesi. Ko'k o'ynaganda, nagruska kelganda avtomatik tashaveradi. Hech qanaqa kuyish bunaqasi bo'lmaydi. Hamma narsa yangi. Biz mana shu yerda hozir birinchisidan boshlaymiz chiqarishni. Bemalol ekrandagi nomer ham xuddi mana shu nomeringizda Telegram, WhatsApplari bor. 91 302 0501 ga bemalol aloqaga chiqaverasiz. Kelmoqchi bo'lsanglar, lakasda tashab beradi. Deyarli kelgani ham, ketgani ham qiylanmaysiz. Asfalt ko'chadan hech qancha kirilmaydi. Endi hozir hamma lakasa bilan kelyapti, birovdan birov adres so'rashni hojati qolmadi. Qani qaysidan boshlaymiz? Mana shundami? Mayli. Bismillahirrohmanirrohim. Uji mana shu payam оборотini ham ko'ryapsizlar. Keyin bunda ko'p narsalar bor, ko'ryapsizlarmi? Changini tashqariga otmaydi. Xuddi bu yoqqa qarab chiqib ketaveradi. Sizga hech qanaqa mushat qilmaydi. Allergiyasi bo'lsa, changim bor deganlar, umuman xavotir olishingiz kerak yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Ketilaveradi. Qanaqa mayda qilib chiqarib berishni ko'rib olasizlar.
bo'ladi. Oddiy misol, mana tutun ichida tashagan payasini ko'ryapsizmi? Buni molga bersangiz, qancha yutasiz? Hozir ham tutun payani shunday tashasangiz, bak-bak yeydi, qolganini yemaydi. Direkt mana makka so'tasini bor ekan, uni maydalab chiqaraveradi. Bu hali kuzgarlikda silyoz qilib chiqaraman desa, u yana ham mayin qilib yuboradi. Bu hali o'zagini ezib olganda mana. Silyoz singari chiqarib beradi. Singari chiqarib beryapti. Xudo xolasa, baribir kerak bitta xo'jalik. Agar kimdir puli yo'q bo'lsa, 2 kishi olinglar. 2 kishi olsanglar, masalan, kimdir chiqaradigan bo'lsa, bir kun bu aka ishlatsa, bir kun men ishlataman, shunaqa bo'ladi. Pulidan ham yutasiz-da, xudo xolasa. Bemalol deng. Endi makkani chiqarib beramizmi akam? Makka chiqarib beramiz. Mana bu hozir ko'rdinglar, mana shu. Hammasi bitta sohani qiladi. Endi biz hadi bunga olib, bunga qilmaylik. Sizda qanday bo'lsa, mana shu makkani ham so'tasi bilan tashalammi? Bittasini olsa hamma vazifani bajaradi. Bilan ham qolganini ham chiqarib yorma qilib beradi. Olib ketgan qattiqlarga ham Tolqon qilib beraveradi. Xudo xolasa. Buni ham chiqarib beraveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Mana uni. Bitta tashlayapti-da, bu yerdan chiqyapti. Bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Johir aka, endi kimdir mana so'tada ham oziqa qolib ketar ekan-da. Mana uni ham yem qilib chiqarib beradi. Aslida yem qilib chiqarib beryapti. 15% chiqib ketadi ekanda. Shunda men qarang, bunda mana agar kimdir buqa boqadiganlar bo'lsa, sigir boqadiganlar sutini ham ko'paytiradi, buqangizni ham semtiradi. Bu ham xuddi shunaqa setkasi bor o'zini, normal setkasida chiqqan xolos. Aha. Buni shuni 2 setkasida chiqarib yuborsa, un qilib oladi. Un qilib oladi, deng. Oma qoyil mana. Gap yo'q. Buni aka alyuminiyligi qancha bo'ldi, misligi qancha bo'ldi? Johir aka narxi. Narxi alyuminiyligi 2.300 ming so'm. 2.300 ming alyuminiyligi. Alyuminiyligi. Aha. Dastavkasi bilan. Dastavkasi bilan vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab 2.600 ming so'm misligi. Misligi. So'm farq qiladi. Farq qiladi. Lekin O'zbekiston sharoitiga 80-90% alyumin beryapmiz, to'k tanlamaydi. Aha. To'k tanlamaydi. 160 ga ham, 150 ga ham kerak bo'lsa ishlatib berib beryapmiz. Misligiga 200 dan baland to'k bo'lsa yaxshi bo'ladi. Siz demak, kimga bo'lsa, masalan, misligini, alyuminligini alyuminligini tavsiya qilaverasiz ekanda. Agar to'k past bo'lsa, alyuminni tavsiya qilamiz. Farqini bilmaydi. Mana misligi. Mana alyuminligi. Chiqarishida ikkovini hech qanaqa farqini bilmaydi. Bilmaydi, to'g'ri. Gap yo'q. Endi bug'doyni ham bitta ko'rsatib beramiz. Yorma holatida videoni o'tkazib bermay turasizlar. Hali ichkarida yangiliklar juda ham ko'p. Ularda sizlarga tushuntirib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana oddiygina ozaytirsangiz ham bo'laverar ekanda, buni ko'paytirib, ozaytirib, mana shu yerda fichkasi bor bo'ladi. Endi qarang. Mana oddiygina farqini ham hozir ko'ramiz. Mana shu yerdan bir siqim olaman qo'limga. Endi Johir aka, bundan bir siqim oling. O'zi kepay bo'lib ketganda bug'doydi. Mana uniki. Buni qarang. Endi buni qarang. U qo'lida akamiz buni qarang. Ko'ryapsizmi qancha farqi bor? Buni qarang, buni qarang. Endi buni tegirmonga olib borsangiz 600 so'mdan kilosini chiqarar ekanda Johir aka. Masalan, shu 600 so'm o'ziga qoladi, to'g'rimi aka? Sababi keyin kepay bo'ladi, unga chiqib ketadi. Jiri deyarli qolmaydi. Shuning uchun o'zingizlar masalan sharoitingizga 2 tondan 3 tonna bug'doy olsangiz, o'z-o'zingizda chiqarib bir chekkaga yangilik qilamiz. Qisqacha davlatchilar qilmagan ish qilamiz. Bu hamma 2 setga beradi aka. Mana shu kepay holatda chiqadi. Agarda menga 2 donniga bundan ham mayin chiqsa 1.5 setga qilib beramiz aka. Ana bo'lmasa. Un qilib beradi. U ham hech qanaqa pul qo'shilmaydi, to'g'rimi unga? 2 donniga 1.5 qilib berasiz. Mana, xohlovchilar bo'lsa, yo'q desangiz, Zasonkani jicha ozroq ochadi. Unda un qilib beradi. Un qilib beradi. To'g'ri, ulg'masligi mumkin shuni hisobiga. To'pa to'g'ri. Buni birov bermaydi. Agar so'raganlarga talab bo'lsa, 1.5 ham qilib beramiz. Ana bo'lmasa. Endi yana qanaqa yangiliklarimiz bor aka? Bir boshdan tushuntirib ketaveramiz. Johir aka, endi nimaga keldik? Navbat kelib. Xolasa mana endi aka atalab pishirgani, katta anaqa suv isitgani, gradus baland yonadigan atrofga garilka. Xohlaganga atrofga garilka, xohlaganga ko'mirga yonadigan. Xokaga yonadigan. Bu hozir nimada yonyapti? Bu hozir atrofda yonyapti. Atrofda yonyapti. Mashinadan chiqqan yo'q. Mashinadan chiqqan, oddiy mana atrofi. Ketadi. Aytdan topib boradi. Endi biz maytdan quyib qo'yamiz, Maytdan quyib qo'yamiz.
quyib ko'ramiz. Mo'l qarang yonishini. Keyin aka bu har bir stolni o'zi istaymiz. Ha. Buni ancha-munchasi bermaydi. Hop, mashin bilan boradi, komplekt, ikkasi, monusi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, xudo xolasa. Buni ham. Skora bo'ladi keyin buni. Bu bitta bir xilda ko'tariladi. Aha. Buniga regulator qo'yib qo'yishyapti. Bunda bir xilda yonmaydi mana. Ha. O'ynab o'ynaganda Pastlab baland bo'lib yonadi. Sizda bir xil deyarli bir xil yonaveradi. bitta ko'tariladi. Ha. Bir. Voy, jonisi. Ana bu yonishini qarang. Voy, joni sog' bo'lsin. Qo'llari dard ko'rmasin deymiz. Keyin hozir yana ko'p narsa. Johir aka endi primerni soatiga necha litr ketadi? Shuni ham bir o'zingiz aytib ketsangiz, hali shulardan ham so'rab oydinlik kiritib ketsak, sizga 2 litr, 3 litr berib beryapmiz. bo'ldi. 3 litr deylik, mayli, ko'prog'ini olaylik. Baland bo'lsa, agar Soatiga. pasaytirsa yana narsa kamayadi. Kamayadi. Endi primerni buni qancha anaqasi? Litri? Buni bizda 4000, 5000 bo'lyapti. 5000 ham olaylik, mayli, qimmatroq qilib endi hamma joy. 15000 bilan demak bir qozon atala. Bu anaqa gradus kerak narsalarga buni gradus baland beradi, havo gaz singari yonadi. Aha. Tezda qaynatib beradi. Tezda qaynatib beradi. 15000 bilan bitta katta tog'oradan misol atala qilmoqchimisiz, sabzi qaynatmoqchimisiz, shu bilan bemalol pishadi. Agar g'o'zapaya qilsangiz, g'o'zapaya narxini bilmaymiz-ku, 3-4 voq bilan hech bola bo'lmaydi sabzilar. To'g'rimi? Bunda bitta zapravka qilib qo'yasiz, uni o'zi yonib yotaveradi. Aha. Tashlab turish shart emas. Tirs maytidan tomib kranlikdan iskoriga qarab, aha. Nega qilib qo'yasiz, o'zi yonib yotaveradi. Buni narxini qancha qilib? Kichikroqidan ham, bundan Kattarog'idan ham zakasiga qarab qilib beraverasiz. Buni qancha qilib berasiz endi men obunachilarimga? Bu dastlabkasini 1 million 500 so'm qo'yamiz. Vodiyga. Shuni to'liq qilib qo'yaylik, 1 milliondan qilib qo'yaylik aka. Biznikiga, birinchisiga, pochinga. Siz obunachilaringizni qilib beraman. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa mana bizni ham gapni yerda qoldirmadi. Rahmat. Xudo xolasa sizlar telefon qilsanglar, bitta buni emas, Drabilkani, universal Drabilkalarda ham sizlarni gapinglarni yerda qoldirmasdan, Xudo xolasa ko'rib, o'zingizlar xohlovchilar bo'lsa, sharoit bor. Ishlatib, ko'rsatib, o'zi xohlovchilar bo'lsa, o'zim borib hali ko'rmoqchiman desa, kelib bemalol. Kelib, Aha. ishlarni ko'rsatib, chiqaradigan narsani chiqarib, olib kelgan narsasini agar boshqa narsa chiqaramazsa, chiqarib. Bemalol mosh bo'ladimi, nima bo'lsa, undan muammo bo'lishi mumkin emas. Endi mana ular pechkami bu? Bu pechka. Aha. Bu atrabonga yonadi bu ham. Bu ham atrabonga yonadi. Bunda 1 litr 3 soat yonadi. Ha, bunda usti Bitta zapravkasi 6 soat yonadi, 2 litr. 2 litr sig'adi. Aha. 6 soat yonadi. Ana buni issig'i qarangda, bittada chiqib ketmaydigan, mayint isib, sekin turbadan, keyin bu yoqqa Tortadi, qarang. uzoqroq turadi ekanda, demak, issiqlikda ham uzoqroq isib. Aha. Buni narxini qancha qilamiz endi, aka? Buni narxini joyimizda chiqadigan narxi 500 ming so'm chiqadi. 500 ming chiqadi. Aha. Endi hozir ko'pchilik mana shu bizni Shahrixonda ham, Asakada ham hali pomidor ko'chat bilan shug'ullanadi. Parniklarga juda zo'r aytadigan Tbilisi. Hozir 2 kun sovuq bo'ldi. Aha. Ko'pchilik olib ketishdi, Teplisaga yoqqan. Tbilisaga yoqqani, to'g'ri. Endi hammani o'zini ishi bor, sezoni bo'ladi. Qancha pomidorini ham ertaksiz yerga isitgichliklaringiz bo'lsa, shuncha qimmatroq sotadi. 6 soatga yetadigan bo'lsa, bilmadim. O'ylab ko'ringlar, qancha ekonomika bo'ladi, qancha foyda qilasizlar. Va buni narxini 500 ming qo'yamiz. 500 ming, bu ham vodiy bo'ylab ketaveradimi aka? Yo'q, bu joyimizda chiqadi. Joyizda chiqadi. 600 ming so'mdan dastlabkasi ichida qilib beramiz. Ana bo'lmasa 600 mingdan dastlabkasini ichida qilishib beradi. Endi ichkarida sexda ham bir qator ko'rsatsangda, mana bizda uzilmasdan jonli ko'rsatiladi. Lazer ham bor ekan, aka? Aha. Hamma yoq sifati ham yaxshi chiroyli chiqadi, keyin narxi ham arzon tushadi. Bizga o'shani arzon qo'yapmiz. Aha. Hamma yoq lazerda chiqadi. Faqat yig'ishadi. Yig'ishadi. Lazerda nima anaqasi bor deganda balgarki ishlatilmaydi bu yerda. Ishlatilmaydi. Chunki toshni lazer shuni kesib beradi. Chak-chaki ham, stigi ham xuddi mana ko'ryapsizlarmi? Stigida. Teshik joyi yo'q. Bir-biriga toshni yopishgan, qing'ir, qiyshiq unaqa narsa bo'lmagan. Bu kraska sepilmagan holati. Sepilmagan holati. Ha. Birinchi o'rinda sifat. Ha. Qolganlari mana ularni ham aka changi tepaga chiqmasligi uchun. Shuni aytib o'tmoqmiz, vakuumli deyiladi, bizlar bilamiz. Sayni ichariga qaytarib soladi. Ha. Bu qaytarib qo'yilgan, aylangan hisobiga qaytarib ichkariga olib ketadi. Ana bo'lmasa.
Endi mana shu yerda Javohir aka videoni qo'limizdan kelgancha odamlarga ma'lumotini berdik. Sexi bor mana shu yerda. Kelib ko'rishinglar ham mumkin. Qanday bo'lishlarini o'zingizlar ko'rib olasizlar. Ming bor eshitgandan ko'ra bir bor ko'rgan afzal deydi. Shuning uchun kelib ko'rishinglar mumkin. Bemalol. Ko'rganga pul yo'q. Kelib, o'zim olib ketaman, chetda ko'rib, ishlatib ko'rib deganlarga kelishaveradi. Ha. Ishlatib ko'rsatib beramiz. Agarda uyga yetkazib bersin desa, xudo xolasa, vodiy bo'ylab bir kun ichida, voqaga bo'lsa 3 kun ichida yetkazib beramiz. Ana. Vodiyga xudo xolasa biz qo'limizdan kelgancha obzor qildik. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, sizlardan iltimos like bosib, do'stlarga ulashib qo'ying. Qani ketdik unaqada shunchachalik xalqimizga yaxshi drabilkalarni, ishonarli sinaqtalarni taklif qilayotgan bo'lmasa, xudosa qo'li dard ko'rmasin. Iloyim klientlari bundan ham ko'payib ketsin deymiz. Albatta elyor uzun oldim desangiz, yaxshigina bonus qilib, yaxshigina skidka qilib beradi. Joninglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan har doimgidek elyor.